2022-yilda 10 mingga yaqin Samarqand yoshlari xorijiy tillar bo'yicha milliy va xalqaro darajadagi sertifikatga ega bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda ushbu yoshlarning soni 30 ming nafardan oshdi. Samarqand yoshlari uchun til o'rganish maqsad emas, vosita. Ular bu vosita orqali turli grantlar, xalqaro tanlovlar va bilim manbalariga yo'l topmoqda. Samarqand yoshlarining xorijiy tilni bilish darajasi juda yuqori va bu yerda keyingi yillarda o'quv markazlari soni ham ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 2024-yilda Samarqand viloyatida 252 ta o'quv markazi mavjud bo'lgan. Keyingi 2 yil ichida esa bu ko'rsatkich 1,2 barobarga ortdi. Biz hozir mana shunday ta'lim muassasalaridan biridamiz va bu yerdagi dars o'tish jarayonlari haqida rahbar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Demak, sizning ta'lim muassasangizda o'quvchilarga xorijiy til qay tarzda o'rgatiladi? Bir boshqacha innovatsion yechimlar bormi? Samarqand xorijiy tillarni o'rganish uchun katta bir mintaqaviy hubga aylanyapti. Davlatimiz rahbari tomonidan xorijiy tillarni o'rganishga juda katta e'tibor berilayotganligi, mahalliy darajada bu juda katta olqishlanyapti. Oliy ta'lim muassasalari bo'ladimi, maktablar bo'ladimi, maktabgacha ta'lim muassasalari bo'ladimi, bularning hammasida izchillik asosida xorijiy tillarni o'rganish yo'lga qo'yilgan. Xalqaro universitetlar tashkil qilinyapti. Bu yoshlarda ingliz tilini o'rganishga, ingliz tilini o'rganishda nafaqat o'zimizning oliy ta'lim muassasalariga, balki dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishga juda katta bir motivatsiya bo'lib xizmat qilyapti. Bizlar hozir Markaziy Osiyodagi xorijiy tillarga ixtisoslashgan eng katta kutubxonada turibmiz. Mana bu yerdagi barcha kitoblar Yevropadan olib kelingan original litsenziyaga ega kitoblar bo'lib, ularning jami kutubxona fondi 60 mingta tashkil qiladi. Bu kitoblarning hammasi xalqaro standartlarga javob beriladi. Shu bilan birgalikda STEM programmalari, ya'ni ilm fanni o'rganishi, injeneriyani, tibbiyot sohasini ingliz tilida o'rganishi mumkin. Mana shuning uchun ham juda ham ko'p xorijiy tilni o'rganayotgan bolalarimiz katta loyihalar tashkil qilyapti. Xalqaro imtihonlar, IELTS, SAT, Cambridge imtihonlari aynan mana shu xonada bo'ladi. Qiziqarli holat shundaki, oldinlari bolalar o'qishdan maqsadi IELTS yoki boshqa xalqaro imtihon olishadi. Lekin hozirgi kunda ular IELTS olgandan keyin to'xtab qolmayapti. Ular keyingi imtihonlarga tayyorlanyapti, boshqa fanlarni o'qiyapti va Pirovardida dunyoning eng nufuzli oliygohlariga kirishni rejalashtirib, katta loyihalar tashkil qilyapti. Jumladan oddiy bir misol keltiraman. Yaqinda Sardor degan bolamiz o'zining SAT platformasini yaratdi 1 million dasturchi doirasida. Yoki yana bitta bolamiz Young Scholars Award xalqaro mukofotni sovriniga ega bo'ldi. Men Jomboy tumanidan har kuni ikkita transport almashtirib, ingliz tilimni oshirish uchun har kuni qatnashdim. Raketaning mini test modellarini qilib kelganman. Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli universitetlaridan biri University of Mississippiga to'liq 100% grant asosida muddatidan oldin 16 yoshimda o'qishga qabul qilindim. Demak, natijalar qanday? Mana shu o'quv yilining o'zida mingdan ziyod o'quvchilarimiz IELTS va boshqa xalqaro imtihonlarni topshirgan bo'lsa, shulardan 150 dan ziyodi 7,10 dan yuqori natijalarga erishdi. Ularning hatto imtihon pullari kompensatsiya qilinyapti. Bu yoshlar uchun o'ziga xos motivatsiya bo'ladi. Boyagi fikrlarimizning isboti sifatida tanishadigan bo'lsak, Shahzod Usmonov. Assalomu alaykum. Samarqand shahar 35-maktab 10-sinf bo'lishiga qaramasdan allaqachon 3 ta katta startap loyihalarini yaratgan. Va bu startap loyihalarining qiymati 11 ming AQSh dollariga teng. Hozirgi kunda Amerikaning nufuzli Fowler maktabi bilan birga yaratayotgan iqtisodiy modeli ekspertlar tomonidan juda xalqaro baholandi. Samir Usmonov 9-sinf o'quvchisi, bizlarning faollarimizdan biri. O'qituvchimiz 18 yoshli dunyoga mashhur CELTA sertifikatini qo'lga kiritgan. Bu O'zbekistondagi eng yosh natija hisoblanadi. Umuman olganda, hozirgi kunda Samarqand yoshlari, umuman yangi O'zbekiston yoshlari bu kechagi yoshlar emas. Ular o'z oldiga aniq maqsadlarni qo'ygan, juda ham ambitsiyalarga ega yoshlar. Hozirgi kunda ular faqat ingliz tilini o'rganish, xorijiy tilni o'rganish yoki IELTS imtihon topshirish bilan hech qachon o'zini cheklamoqchi emas. Ular yangi loyihalar qilmoqchi. IT parklar yaratilyapti, startup garajlar yaratilyapti. Davlatimiz rahbarining bevosita tashabbuslari bilan
kimlar dunyoning nufuzli oliy ta'lim muassasalariga kirmoqchi bo'lsa, yangi xalqaro maktablar tashkil etilyapti davlat tashabbusi bilan. Bularning hammasi bolalarimizga motivatsiya bo'lib xizmat qilyapti. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, rag'batlar natijasida bugun nafaqat Samarqand yoshlari, balki butun O'zbekiston yoshlari yurtimiz dovrug'ini dunyoga tanitmoqda.